Voy, yaxshimisiz? Yaxshiman. Voy, sovchilik keldimi? O, nima qilib sovchi kelsan? Tushunmadim, sen hozir xursand bo'lyapsanmi? Kuyov bolam kelganmi? Anani, qizingizni bitta ko'rsak bo'ladimi? Voy, o'rgilik bemalol. Qizim choy olibga. Hozir oyijon. Stop. Shumi bo'lajak kuyov bola? Basharani qara, turishak. Turishak emas ekan, g'irt-latta-yu. Vav, normalniku. So'tak. Yo'l bo'lsin. A, mehmonlarga choy olib bormanmi? O, hozir chiroyli kiyimlarda o'zingga qarab borsang, o'lib turgan ekan deb o'ylashadi. Ha, nima qilay unda? Qiz o'lib bo'lib qolmadimi? Voy, qizingiz qolib ketdilarmi? Uzr, hozir. Qizim. O, mana bu ko'ylak boshqacha chiqibdi. Makiyajam вообще udar. Blin, ужас. Jinnimisizlar, bu nima qilganinglar? Sovchilarning oldiga shunaqa boramanmi? Yo, bunaqa bormaysan. Mana shu atir hidini ham yo'qotishimiz kerak. Uf, aka, shu paytda molxonada nima bor? Yo, yana ozgina ishla. Ming marta tushuntirdik. Atirlarni sepib likchillab borsang, ersirab qopti deb o'ylaydi. Ma, endi bemalol borsang bo'ladi. Ko'rdingmi, bu tabiiyda. Fu, naro turing. Voy, qizingizni rosa maqtash. Voy, mani qizim shunaqa olifta. Ko'rinib turibdi. Voy, shunaqa o'ziga qaraydi. Voy, atirlarni aytmaysizmi? Voy opa, tappal hidi kelyaptimi? O'zi qizingiz nima ish qiladi? Ha, qizim Reskul maktabini bitirib, yaqinda medinstitutga kirdi. Ha, u maktabga 7-sinfdan 9-sinfgacha qabul qilinadi. Kimyo, biologiya va boshqa fanlar chuqurlashtirilgan holatda o'qitiladi. Darslar yotoq rejimida bo'ladi. Qabul 10-iyundan 10-iyulgacha bo'ladi. Voy, kelajagi bor ekan, opa. Voy, qizingiz bizga yoqdi, o'zimiz kelin qilamiz. Voy, asalim, baxtli bo'ling. Men senga aytdim, yuziga anundan ham ozgina chaplaylik deb. Ketdi mana.